zakatga haqli aylalar kelyapti. Sizlar ham zakat bilan kiyim chiqarsanglar, bizlarga olib kelib beringlar. Shahabeddin Ramazon oyi kiyimlardan zakatni chiqarmoqchi ekan. Shuna nima deysiz? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli tadbirkorlar, Alloh subhanahu va taolo mol-mulklarga barakat yog'dirsin. Alloh subhanahu va taolo mol-mulklarni saqlab qo'ysin. Alhamdulillah, Allohning izni bilan sizlar sababchi bo'lib mana kiyim proyektini boshladik. Allohning izni bilan kiyim sotadigan tadbirkorlarga taklifimiz mana inshaalloh bizlarga kelayotgan muhtoj ailalar inshaalloh zakatga haqli ailalar kelyapti. Sizlar ham zakat bilan kiyim chiqarsanglar, inshaalloh bizlarga olib kelib beringlar. Inshaalloh biz shu zakatinglarni haqli joylarga inshaalloh yetkazib beramiz. Bizning manzilimiz Sadaqa Berikani ofisi, ya'ni Asiya savdo markazining 3-etajdamiz. Kuniga kelsanglar inshaalloh bu yerda xodimlarimiz qabul qilib oladi. Mulkinglarni inshaalloh bizlar haqli joylarga yetkazishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo kelayotgan Ramazonimizni muborak qilsin. Ma'mullarni Alloh subhanahu va taolo saqlab qo'ysin. Barakallohu fik. Sadaqa beriki, yaxshilik mavjud.